desem xamirim o'lmaydi degan qizlar bu yoqqa qarang. Men sizlarga xamir yo'g'irishdan mantı pishirishgacha, hatto tugib pishirishgacha tafsiliy so'zlangan videoni olib keldim. Echitqudan bir qo'shiq, povdafindan bir qo'shiq, shakardan bir qo'shiq, kichkimdan tuz. Xamirim o'lmadi deb qiziq suvda xamir yo'g'iraverib, xamir turishining ko'p turish rolini o'ltirib yetib, xamir o'lmayotgan qizlar bu yoqqa qarang. Yozning kuni sovuq suvda, qishning kuni yoznikidek suvda xamir yo'g'iraymiz. Tayyorlagan xurchimizning yaxshi erib ketish uchun buning suv quyib ilashtirib olgandan keyin ustiga un quyib, videoda ko'rsatgan bo'yicha yo'g'irib olamiz xamirimizni. Eng muhim qismi xamirga cho'qim yaxshi ishlanglar. Bo'lmasa, pomdaqlab qo'ygan xamir yaxshi bo'lmaydi. Bundaq yo'g'irgan xamir qiyin qilib qo'yguncha o'ylab bo'ldi. Bugun men 3 xil mant etmoqchi, jo'sayninki, basayninki, go'shniki. Basayga ozroq tuz silib, suyini siqib olamiz. Qurishlardan tuz, ahmush, qarmush, sira azroq pishirmay qo'yibmiz. Ko'rib mishay kapslar qo'shmaganlar qo'shib olinglar, yaxshi mazmunlar kunda bor. Faoliyatimiz davomlashyapti. Cho'ng taqsirliq qorma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabbo yasash darslarimiz hozir faoliyat qildik. 60 xil dars 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Undudar Nazi 77-33. Mana qiym qilib bo'g'chilam xamirimiz o'ylab tayyor bo'ldi. Xamirimizni mushalat kichik-kichik uzib tayyor qilib olamiz. O'ylab tayyor bo'lgan xamirni ba'zan qizlarimiz qayta boshlardan yo'g'irib keyiniga yondirib. Buni qilsanglar xamiringlar qat'iy yaxshi bo'lmaydi. O'ylagandan keyin xamirga bak ishlamsanglar bo'ldi. Bumuz xamir keyiniga yenib ketadi. Tayyorlagan xamirimizni videoda ko'rsatgan bo'yicha o'ttirni qilin cho'risini nepiz holatda nepiziltib olgandan keyin tugib tayyor qilamiz. Endi buni qaynayotgan qozonga silib 18 minutdan 20 minutgacha pishirsak bo'ldi. Uningdan ortiq bo'lib ketsa, xamir keyiniga yenib ketadi. Pishgandan keyin elishga oldirmay, yo'rini chiqarib etib 2 minutdagi olsanglar bo'ldi. Bugun etgan mantimiz 4 kichik manta ko'z mo'lchar qilsanglar bo'ldi. Ma'yunani o'rganib olib, oshxona ichib qolsanglar, menga rahmat aytishni unutib qolmanglar. Ayni vaqtda necha qo'y to'lab o'rganib qo'ygan yo'nalarimni sizlarga bugun haqsiz deb berdim.